Kalının beşiği kelgen, Muzay'nın beşiği keldi. Şərq Türkistan'da 2. Cumhuriyet qurulğandan keyin Xitoy kommunistleri her xil bahaneler bilen Şərq Türkistan Xitoylarını yütkəb orunlaştırışqa başladı. Az kam 70 yılda 20 milyon aqullarını elib çıkıp en yaxşı munbat tuproqlarga yerleştirdi. Bunun bilen boldu qınmay 2017 yıldan başlap keng kölemde Uyghur, Kazak ve başka milletlerini tutup türmelerge taşıldı. Məqsəd zimin egilərinin ziminini və mal sahiplərinin melini tartib elib, növbətdə Xitay өлkələrindən elib çıxan aqullarga bölüb beriş idi. Xitay bu məqsədə to'liq yetgan bolsa-mı, boldi qınmay ziyolilarni və xalq içində yüz obro'yi bar Uyg'ur sarxillərini, shundaqla kelgusining avangardlari bo'lgan yoshlarni atalmış tarbiyalash bahonasida jazo lagerlariga qamab, milliondan ortiq Uyg'urning jiniga zomin bo'ldi. Yana necha millionlagan Uyg'urlar va boshqa qarindosh millatlar o'limni kutib yotmoqda. Zomigar Xitoyning bu xil irqiy qirg'inchiligi butun dunyoga anglatilayotgan bugungi kunda Uyg'ur millatining tarixdan buyon qarindishi bo'lgan qozoq xalqi bu baloy ofatni nodon dehqon to'nglab qolgan yilonni qo'yniga solgandek Xitoydan iborat bu Yajuj-Majujni ishkin ichib bag'riga bosdi. Qozog'istonni o'zining bir o'lkasiga aylantirish yo'lida tirishayotgan razil Xitoy hukumatı Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasidagi viza cheklamasini uzul-kesil bekor qilish anglashmasini yo'l qo'yish uchun tirishmoqda. Astana gezisining 25 aprellik xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy Qozog'iston ikki davlatning munosabatli vakillari Xitoyning Xi'an shahrida 18-maydan boshlab ikki taraf fuqarolari uchun viza ishlatmaslik masalasini muzokara qilishga kelishgan. Xabarda aytilishicha, bu muzokara o'ngishli oyoqlashsa, ikki taraf fuqarolari qarshi tarafga viza olmasdan berib keladi ekan. Jumladan sayohatchilik, davolanish yoki xalqaro safar ehtiyoji uchun qonunli pasport bo'lsa, viza olmasdan qarshi taraf tavasida 30 kun turishga bo'ladi ekan. 6 oy ichida bu xil vizasiz turish vaqti 90 kundan ishib ketmas bo'laverdi ekan. Xabarda bu vaqt to'xtalib, Qozog'iston tashqi ishlar ministri Murat Nurtilo may oyida Xitoyga ziyoratga borganda bu kelishimga imzo qo'yishi mumkin ekan. Qozog'iston territoriyasi Xitoyning O'rta Osiyoga kengayishidagi muhim o'tkinchi balvoq bo'layotgan bo'lib, mazkur yangi belgilamaning o'tirg'i chiqishi Xitoy ta'sirining Qozog'istonni shiddat bilan ishida muhim rol o'ynaydi deb qaralayotganligi ma'lum. Biz muhojiratdagi Uyg'urlar qarindosh qozoq xalqiga va Qozog'iston hukumatiga shuni qattiq eskartimiz. Xitoy hukumati bo'lsin, mayli xalqi bo'lsin, qon zin purab turadigan sirtlan. Ular har qanday yerda qo'y o'chkining surtida ko'rinadi. Ondan niqobini olganda sizlar allaqachon kechikkan bo'lasizlar. Hayvonlar dunyosiga obdan nazar silinglar. Yo'lbos bilan sirtlanlarning ahvoliga qaranglar. Sirtlanlar to'plashib, hamma yerda qon purab yuriydi. Agar biror yolg'iz yo'lbosni uchirtib qolsa, darhol uniga hujum qiladi. Ular bek hirigar, ikki yo'lbosni ko'rsa, hargiz cheqilmaydi, ham cheqilanmaydi. Xitoymi naq sirtlanlarga o'xshaydi. İşinin qurtidek hamma yerda lumshibli yuriydi. Ey qarindosh qozoq xalqi, ogoh va dono bo'linglar. Bularning eng yaxshi quroli o'zaro urushga silib ojizlik shilisi. Ati o'gun ota bolaga ishonmaydigan holatga keltirib qo'ydi. Xalq ichiga fitna uruqlarini chechish bularning necha ming yillik an'anasi. Murojaat. Viza cheklamasini uzul-kesil bekor qilish anglashmasi bu bir boshlanish, yenik tavritib uxlatish. Buni bilishinglar kerak. Xitoylar 20 yil burun O'rta Osiyodagi davlatlarga iqtisodiy hujum boshlab g'alaba qildi. Neft va kon boyliqlarining 50%ning ko'p payini qo'lga tushirib bo'ldi. Endi yetar. Qozog'iston yangi mustaqil bo'lganda Amerika bilan nihoyat yaxshi hamkorlashgan edinglar. Bu hamkorliklarni davomlashtirishinglar kerak edi. Amerikaliklar iqtisodinglarni monopol qilgan holatda Amerika fuqarolarini elib kirib yerlashtirmaydi. Chunki ularning bunday axloqi yo'q. Ammo Xitoy undaq emas. Oldi bilan puhrasini yerlashtirdi. Ondan yerlik millatni assimilyatsiya qilishga boshlaydi. Afrika buning misoli.
Sizlar Sharq Turkistondan nimishga dars olmaysizlar? Xitoy 60-yillarda Uyg'ur diyoriga kirganda eng xor, eng past millat edi. Ardın uzun o'tmay yerlik millatni qul qilishga boshladi. Uyg'urni Sharq Turkistondan tamamen yo'q qilish uchun qilmagan pastkashliklar qolmadi. Bunisi sizlarga besh qo'ldek ayon. Buning uchun shonliq tarixi bor sharafli qozoq xalqi bir bo'lib uyushinglar. Hargiz bir-biringlarni dushman tutmanglar. Uyushgan uzar, tarqigan to'zar. Hürmet bilen Sharq Turkiston informasyon merkezinden. Assalamu alaykum qozoq eli, armısın? Mine attagan qaraqtay taптап kirib жатыр mine Алматы қаласына. Әкімшіліктің алды mine. Толған қарақтай mine. Mine емін еркін сайрап тайраңдап жүр қазақ ел. Бұған не дейсіздер енді? Mine топырлаған қарақтай тура әкімшіліктің алдында mine. Досаевтың алдында кетіп жатыр.